Hayot haqiqatlaridan xabardor bo'lishni xohlaysizmi? Eng so'nggi yangiliklardan-chi? Unda Hayot qadri kanaliga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda mashhurlardan-da mashhurroq inson bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Demak, kanalimizni kuzating. 19 yoshlik Toshkent davlat sharqshunoslik instituti talabasining Instagramdagi ko'ngilochar o'z video sahifasi bugungi kunda 3.200.000 dan oshiq o'quvchi yiqqan bo'lsa, ilmga yo'nalgan boshqa bir Facts.uz sahifasini 1.500.000 dan ziyod obunachilari bor. Ushbu talaba Abdullayev Shamsiddin. Facts.uz bu mening ilk loyiham va o'zimga yoqqani. Uz video esa bugungi kundagi eng omadli sahifam sanaladi. 2015-yil boshida bu sahifalarni tashkil etganman. Uz video sahifasining tezda ommalashishiga sabab esa u ochilgan paytda video sahifalari yo'q edi. Ammo agar sahifamiz sifatli bo'lmasa, bari bekor. Asosan 85% rus auditoriyasi bilan bu borada hamkormiz, xususan rus estradasi vakillari bilan ham. Albatta sahifamizda pullik reklama ham mavjud, biroq bu degani hamma narsani ketma-ket reklama qilaveradi degani emas. Salbiy targ'iboti mavjud bo'lgan klip yoki reklamalarga sahifalarimizda umuman o'rin yo'q. Bu ikki sahifalarni muallifi o'zim va bugungi kunda umumiy hisobda 5 kishi sahifalarni yurityapmiz. Kuniga 6 ta video joylaymiz va ularni aniq bir joydan olmaymiz. Har safar turli manbalar bo'ladi, deydi ushbu sahifa muallifi. Demak, ushbu talaba o'rta hisobda 4 milliondan ziyod o'quvchi yiqqan. U Shahzoda, Rayhon va Asal Shodiyevani ham ortda qoldirgan. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.